Assalamu alaikum. Kitap okuş munbiri Avlatla torbetiga hoş geldiniz. Ben Nariya Rahman. Bugün ben Kirsiyanın Paros arlıda. Yukarıda köygün oladı. Bugün naydım şamallık bir gün oldu. Şuna tayarlıgan esirimni aslidagi planım yani deniz boyida okuştun öyle okuşqa özgerttim. Hoş aldı bilen men kitap okuşumun berdigi qarindoshlarımga vakolatən dünyanın her qaysı joylaridagi analarni qutlab bayramini tabriklayman. Analar bayramimizga muborak bo'lsin. Shundaq analarni har qancha ta'riflasakmi yana haqiqiy minnatdorligimizni bildirib bo'lamaymiz. Analar mehribon. Analar qaysar. Analar fidakar. Haqiqatan bu analarga aytilgan madhiyalar san-sanoqsiz. Bugün huzurunlarga etkəginim Aqdam Ömer'nin Uygurlarda ana tərbiyesi ve analarının sapası degan temadagi bir parça maqala. Oldin eskartib qo'yay, analarni tanqidlashni anglamaydigan yoki anglashni xolamaydigan kishilar bo'lsa, bu qitimliq programmani haqiqatan anglamasanglar bo'ldi. Chunki bu maqola biz analarning öz mas'uliyatimizni, majburiyatimizni texmi ilgirlagan holda to'nib yetishimiz uchun qilingan bir kuchli xitob. Alın bilay. Xo'sh. Uyg'urlarda ana tarbiyasi va onalarning sapasi Aqdam Ömer. Allah sifatli insonlardan tanlab bizlarga payg'ambar, podshoh, avliyo, olim, hukmat, munajjam, faylasuf, sarkarda, ustoz ham dohiy qildi. Bularning hammasini analar tuqqan. Mayli qandaq, iriq, qaysi din, qabila, millatdan bo'lsin, qaysi insonning sifati, safasi yuqori bo'lsa, shu buyuk insonlik martabasiga ko'tarilib yetishdi. Har qaysi millatdan bunday kishilar ko'plab yetishib chiqdi. Bu yerda men ularning hammasini tilga ilib sanab bo'lmayman. Qisqasi bilmayman. Biladiganim nihoyat oddiy ham oz bo'lib, u bo'lsin bizdan podshoh, avliyo, olim, dohiy eng oz chiqdi. Qancha yüzyıllar bo'ldiki, bizda bundaq insonlar tug'ilmadi. Uyg'ur analar bizdeklarni milyonlab tug'di. Aroqkash, bangi, bekorchi, lopchi, yetimchi, g'ayvatxo'r, qalanda, qimorvoz, saron, g'olcha, xumsi, chiqimchi, sotqin, rambol, musofir, ilgari bosmas, tijoratchi, yollanma, atkazchi, o'g'ri, yanchiqchi degandaklar eng ko'p, eng mo'l hosilliq tug'ildik. Vatanni bir uy desak, bu uy bundaqlar bilan liq qoplandi. Uyg'ur analar askar, qo'mondan, olim, donishmand, dohiy, faylasuf deganlarni bexillik bilan nihoyat oz tug'di. Payg'ambar, avliyo tug'mag'ili qancha yüzyıllar bo'ldiki, buni hisoblash tez. Bu yerda urug' yaxshi bo'lib, yer nachar bo'lsinmi, biz bo'lib tug'ildik. Yer yaxshi bo'lib, urug' puchak bo'lsinmi, yana shu biz bo'lib tug'ildik. Yaqinqi yüzyıldan buyon yer nachar, urug' puchak bo'lg'ashqa bizga o'xshash sifatsiz,
əxlatsimon odamlar tug'ilib, qaruzarlik ichida axlatdek dassilib yuribmiz. Dadamiz aroqkashlik, bangilik bilan, onamiz g'aybat ham o'zini yasash bilan bizlarni terib o'stirib edi. Biz xuddi shular bo'lib yetildik. Bolalarimizni shundoq tarbiya bilan yetiltiribmiz. Bolalarimizni bolalarni shundoq yetiltirganligida gap yo'q. Mana bu yaqinqi bir qancha 100 yillik Uyg'ur jamiyatining takrorlanib turishi. Biz eshak minsak, aeroplan uçsak, süpütimizde o'zgarish bo'lmadi. Kiyim o'zgargan bilan kiyimning ichidagi odam o'zgarmadi. Taqli makonda yashasakmi, Amerikada yashasakmi, Baytul Haramda yashasakmi, Qovoqxonada yashasakmi, yanada heliqi Uyg'urning dal o'zi biz. Yanada o'xshash baya sanıgan kasb bilan, taqdiri bilan yashadik. Biz yaxshi yerni qo'llashdik, ammo topolmadik. Shuncha yaxshi yerlardimi yaxshi bo'la olmadik. Chunki biz o'zimiz yaxshi bo'la olmadik. O'zimizni yaxshi qilib tug'alasak, quralasak degan o'ylamadik. O'zimizni yaxshi quralasak, dunyoning yaxshi yerida yashasak, texmi yaxshi bo'lamiz. Eng nachar yerda yashasakmi, shu yashagan yerni yaxshi qilib o'zgartiramiz, quralaymiz, yaxshilayamiz. Ko'z oldimizdagi biz dastlab turayotgan yer qanday yer? Yaxshi yer. Ammo o'zimiz yaxshi odamlar bo'lmag'achqa yaxshi yasholmayapmiz. Yaxshi bo'lganlar nachar yerlarni yaxshiga aylantirib, yaxshilab yashayapti. Ba'zilar uchun azob o'qibatli bo'lib o'tgan tuproqda, yana ba'zilar jannat huzurini surib yashayapti. Uyg'ur bo'lib tug'ilganlar dunyodagi eng go'zal shaharlar, eng boy ham madaniyatli davlatlarda yashasimi? 4 Uyg'ur bir yerga kelsalar, orasi yaxshi bo'lmay, birlasholmay, taqli makonning qumliqida yashaganlardan farqi yo'q yashayapti. Biz o'zimizni bo'rimizning ustidagi qapoqdek qo'limizni o'zgartmay jannatga kirsakmi, jannatning biz dasigan yerimi do'zaxga aylanib ketdi. Mana bu bizning tug'ilish nuqtasi bilan o'lib kirib ketadigan nuqta oraliqidagi fojiamiz. Bu bizning tug'ilish minutida boshlangan xatoligimiz. Bizning bu yerda eng diqqat qilmayotgan masalamiz bizni tuqqan onalar masalasi. Asli bizni tuqqan, tug'adigan onalarning sifat, saposi masalasi biz eng diqqat qilib o'ylaydigan masala edi. Agar urug' nachar bo'lib, yer yaxshi bo'lsa, yerning kuchi bilan nachar urug'ning sifatini qadam-qadam o'zgartirib, eng sifatli urug' qilib yetishtirib olqili bo'ladi. Urug' qancha xil sifatli bo'lsa-mu, yer nachar bo'lsa, bu yerda o'sgan ziroat shu bir qitimdala sifatsizlashib, hosilsizlashib tugishadi. Bugungi Uyg'ur jamiyatining sifat saposizligi, dal onalarning sifat saposizligi, otalarning ularga yaxshi hukmron, yaxshi to'g'ri, yaxshi parishjon, yaxshi qo'g'dug'uchi, yaxshi asrog'uchi bo'lolmaganligidir. Dünyadaki nurg'un mashhur sifatli insonlarning otasining tayini yo'q, ammo ularning onasi ajoyib sifat va qudratga ega. Ana
Allah tərəfindən insanlarga yetekçi qilib tanlanğan. Endi biz Uyg'urlarning ana tərbiyəsi bilan Yahudilarning ana tərbiyəsini bir seliştirib görəylik. Yahudilarda bola tug'ilgandan boshlab barliq tapqan tərbiyəni bola tərbiyəsiga sarf qilinadi. Ularning eng ko'p pul sarf qilib tarbiyalaydigani, atrofliq bilimga ega qiladigan dal qiz farzandlar. Yahudilar o'g'illarga qaraganda qizlarni qattiq tarbiyalaydi. Ular qizlarni cho'qim oliy maktabgacha, sharoiti yor berganlari doktorlikcha o'qitadi. O'g'illarga asosliq harbiy ta'lim-tarbiya, savdo, hunar, sanoat bilimlarini egallatadi hamda hunar kasb bilan pul tepishga qo'yadi. Sizlar nima uchun o'g'illaringlarni o'qitishga qaraganda qizlaringlarni o'qitishni shuncha muhim o'ringa qo'ysizlar degan savolga jahonning har qanday bilim pushqaqida Yahudi bundoq javob berdi. Qiz bola bir millatni tug'ib, o'stirib, tarbiyalaydigan ona. O'g'il bola bo'lsa, Alloh tarafidan tala odami qilib yaratilgan. O'g'il bola oila ishlarida qiz bolaning rolini o'ynay olmaydi. Millatni tug'ib, oilani to'g'ri tarbiyaga ega qiladigan ona savotsiz, tarbiyasiz, sifatsiz bo'lsa, bu oiladan har qanday qilibmi yaxshi, iqtidorli, sifatli odam chiqmaydi. Şoňa biz bütün vücudumuz bilen milletni tug'adigan qizlarni oxirigacha o'qitish orqali sifatli onalarni yetishtirib chiqamiz. Oliy tarbiya ko'rgan, sifatli, safasi yuqori onalarga erishmaguncha millat sifatli tug'ilmaydi. Bir millatning adalarining sifati qanchalik bo'lsa, shu millatning sifati shunchalik bo'ladi. Sifatsiz analardan tug'ilgan millatlar hargizmi sifatli bo'lolmaydi. Mana bu Yahudilarning axloq, g'urur, vijdon qonuni. Ular qizlarni oliy ma'lumotli qilib o'qitish yo'lida o'lib ketishga rozi. Ularda ikki qonun mangulik bo'lib davomlashib kelgan. Biri qizlarni siyosat, tarix, jo'g'rafiya, din, matematika, ximiya, fizika, axloq, ayollar axloqi, dunyo bilimlari va dunyodagi eng yangi bilimlar bilan to'liq tarbiyalash. Yana biri bolani cho'qim 2 yoshga kirguncha to'liq emitish. Yahudilarda bolasini 2 yoshgacha to'liq emitmagan ona la'nat nafratga uchraydi, kamsitiladi, haqoratlanadi. Jamiyat tarafidan, diniy qonun tarafidan axloqsiz ayol deb qarilib jazolanadi. Shunga ular bolasini o'ldirib etishga roziki, to'liq 2 yoshgacha emitmaslikka rozi emas. Endi shu Yahudi onalardan tug'ilgan bolalarga qarab boqaylik. Ular qancha yüz yillab dunyoning hamma yerida vatansiz, sarson bo'lib yurdi. Ammo borgan yerning iqtisod, sanoat, bozor, siyosiy, ilm-fan, kashfiyot huquqini shu haqqa yollangan ma'dikor bo'lib turibmi, qo'liga ilib oldi. Egilib oldi. Hozirmi ilm-fan shularning qo'lida. Dunyo iqtisodi shularning qo'lida. Sanoat, kashfiyot, muzika, siyosat shularning qo'lida. Dunyodagi kashfiyotlarning mutlaq ko'pi Yahudi olimlari tarafidan ixtiro qilindi. Sanoatni Yahudilar shakllantirdi. Dunyoviy o'zgarishlarni Yahudilar paydo qildi. 500 millionga yaqin arablarni bir qancha million Yahudilar bo'zaq qilib atadi. Mana bu biri mingga teng keladigan
adam deganning o'zi bo'lmaydimi? Mana bu heliqi oliy ma'lumotli qilib tarbiyalangan Yahudi analardan tug'ilgan bolalar. Oliy sifat ana, oliy nasablik insonlar orasidan payg'ambar, olim, avliyo, donishmandlarni tanladi. Şoňlaşqa Yahudilardan payg'ambar, olimlar eng ko'p tanlandı hem yetişip çıktı. Mana bu oliy ma'lumotli Yahudi analarning tutgan bolalar. Endi biz qizlarimizni qanchalik tarbiyalayotganligimizga nazar salaylik. Dal Yahudilarning aksicha biz qiz bola taloq ketadi. Onunla köp küçeşinin haceti yok dep qaraymiz. Biz qizlarimizni haqqı berimizmi? Bizning haq deganimiz zodi kim? Dal o'zimiz qo'l. Biz tehi hozirgacha roziligimiz bilan qizlarimizni haqqı berib baxmadik. Yahudilardek bermedik. Tehi og'zidan ona sutining hidi ketmagan qizlarimizni tamaq etaligidek, anasıdek osma qo'yaligidek, yasinaligidek, tomaq bilan birini ursa yiqilmagidek bo'lsalar, chala savat holda erga berib qutuldi. Bizlar ana shunday qizlardan tug'ilganlar. Ularning savodi bo'lmasa, hech nimani bilmasa, yaxshi tarbiya ko'rmasa, bizdek bolalarini nimasi bilan tarbiyalaydi? Özüde yok terbiyeni kimden ilip beradi? Demek, savatsız analardan tug'ilgan Uyg'urlarning qanchalik savatimiz bo'lmoqchi? Süptimiz qanchalik bo'lmoqchi? Anamiz savatsız, dadimiz chala savat bo'lg'ashqa, ya go'sh emas, ya may emas, biz bo'lib qolmadikmi? Bugünkü günde bizni tuqqan, bolalarimizni tuqqan analarning bilimi zodi qanchalik. Ular zodi qanchalik ishlarni biladi. Birinchi, ular ko'tildab, ko'z yeshi bilan tahdid selib va qo'rqitib turib, o'zining tor doiradagi bilimi bilan uy ichidagi barliq ishlarni va otidan tutib balığıca özü degan oddiy siziqqa keltirib kontrol qilishni biladi. Har qanday olim, dohi, polvon erlarimi talada hurkirab, jahonni beshiga kelgan bilan uyda ashu savatsiz onaning sizgan siziqi bo'yicha ish qiladi. Bu kallasi oddiy onalar amiriyatda butkul Uyg'ur jamiyatining lohiyligisi bo'lib, to'y to'kin, vardı keldi, çay, o'ltirish, qo'pish deganlarning hammasini, qisqasi barliq bo'lar bo'lmas, ta'tir tushak, chirmoq odatlarni bas-bas bilan paydo qildi. Andin chashqan jonni alqonga elib, kam dolidan terib kelganni paqa kamardan chiqmay yeb tugatgandek erlarning barliq topgan targidini mushu ishlar uchun sarf qilg'usi. Uyg'ur analarining ikkinchi asosiy bilimi topgan targidining asosiy qismiga kiyim kiyib, yasinib tarinish. Ularning tafakkuri, nazari asosan mana mushu ikki ishga markazlashdi. Biz mana shulardan tug'ilib, tarbiyalangashga bizningmi kallamiz oddiy. Shunga bizdan ma'dikor chiqadi, rost olim chiqmaydi. G'olchi chiqadi, podshoh chiqmaydi. Sotqin munofiq chiqadi, vatanparvar chiqmaydi. Tolva on vaqtijiq chiqadi, aqli o'sha joyida odam oz chiqadi. Aroqkash, bangi, qimarvoz jiq chiqadi.
diyonatli, durust, fazilatli odam olib chiqadi. İşdan paypaqqa amroq odam samandek, kitobga amroq odam tozning chechidek oz. Mana bu barliq ishlarning yildizi. Buni o'zgartish kerak. Biz barliq quvvatimiz bilan xotin qizlarimizni o'qitaylik. Tuzuk o'qimay, tarbiyalamay turib, erga berishga oldirmaylik. Xotin qizlarimizning sifat safosini o'zgartmagicha, o'stirmagicha bizning sifat safoyimiz o'zgarmaydi, o'smaydi. Chunki biz osonlik, moddiy va ma'naviy oziqlikni shulardan olamiz. Bizda qachon sifatli xotin qizlar yetishib chiqadi ekan, shu chaqda sifatli onalarga erishamiz. Sifatli onalarga erishgandan keyin etilib chiqqan Uyg'urlardan biz kutgan umidlar tug'iladi. Bugungi Qalandar, Bangi, G'osharchi, Madikor, Aroqkash, Haromtamoq, bekorchi Uyg'urlar shuni asli chiqarmaylikki, ham diqqat qilaylikki, oliy maktablarni bitirgan, hatto doktor bo'lgan barliq yapon xotin qizlarning to'y qilgandan keyinlar xizmat o'rnidan chekinib, oilaga qaytishi, erning yaxshi jo'risi bo'lish uchun bo'lmasdan, eng muhimi sarxil, sifatli yapon millatini tug'ib tarbiyalash uchundir. Bizdimi onalarning safosi o'sadi ekan, bugungidek bangi bilan aroqkash tug'iladigan fojia oxirlashadi. Analarning sifati o'smaydi ekan, bizning millatdan millionlab aroqkash qullar tug'iladi-ki, birmi ot sifat odam tug'ilmaydi. Hürmetli anlarman qarindoshlar. Damlıq yazğıcımız Aqtam Ömer'nin bu maqalasi, albatta mening bu maqalani sizlarga o'qib berganim avtorning butkul ideyasi bilan o'rtoqlashaman deganligim emas. Albatta bu maqoladagi bir necha nuqtaga men tamamen qo'shilib ketamayman. Masalan, biraz analiz qilib ketay. Masalan, balani 2 yoshgacha emitish. Men qizimni 1 yoshgacha emitgan, ham shundoq xursand 1 yoshgacha emitganimga. Bala emitishni qo'llab-quvvatlayman, ammo 2 yoshgacha bo'lamdi, bo'lmamdi, uni bilmayman. Ammo 2 yoshgacha emitgan do'stlarimni ham bilaman. Bu bir tarbi. Yana bir jihatdan albatta urug' yaxshi bo'lmasimi, yer yaxshi bo'lsa, yana axir keyingi avlodlarda yaxshilanish bo'ldi degan gap garchi Zag'ra tilimizda aytilgan so'z bo'lsa-mu, buni ilmiyligi bor. Ondan maktab bitirgandan keyin ayollar, qizlar maktab bitirgandan keyin, uy qurgandan keyin ishlamay bola beqish bu albatta yaxshi, ammo lekin shuni qo'llab-quvvatlay oladigan, shuni hududdan chiqa oladigan erlar bo'lmasa, bu yana bo'lmaydi. Bo'libmi shaharlarda ishlayotgan ayollarni ota-onalar biladi, bir odamning maoshi bilan turmushni qanday qilib bo'lmaydi. Endi bu yana boshqa masala bu. Shuningdimi demoqchi bo'lganim, Aqtam Ömer bu maqolasida biz onalarga o'zimizningki mas'uliyatimiz, majburiyatimizni texmo bir qadam ilgirlab turibdik. Men bu yerda muhojiratda yashayotgan yosh onalarga shundoq bir o'tinishim borki, bolalaringlarni yaxshi tarbiyalanglar. Ona tilimiz bilan tarbiyalanglar. Chunki ona tilimizda ajdodlarimizning ruhi bor. Bolalar ona tilimizni bilmay turib, bizning Uyg'urlik kimligimiz ularning vujudiga singib kiramaydi. Oxirida yana bir nuqtani qo'shib qo'ygim kelyapti. U bo'lsa-mu o'tganda bir naiti munavvar ana til o'qituvchilarimizning biri shunday bir maqola e'lon qildi ekan, ya'ni bolalarimizning ana tilda haqqi bor deb.
Demekçi, chet elde tug'ilgan her qandaq bir Uyg'ur farzandining Uyg'ur tilini o'rganish haqqi bor. Ular tug'ilgan vaqtida men Uyg'ur tili o'rganaman deyamaydi albatta. Biz analar, yosh analar bu majburiyatimizni cho'qim ado qilishimiz kerak. Bolalarımızga Uyg'urcha so'zlar. Bu qitimliq anglishimiz mushagicha bo'lsin. Ondan kelar qitimliq anglishimizning e'lonini oldin berib etay. Bunda ishni qilib baxmagan, oldin askartib qo'yishimda sabab bor. U bo'lsa-mu, bundan bir necha yil ilgari Germaniyaning Frankfurt shahrida o'ltirishliq do'stim shoira Mehrinsa Ismoilning farzandlari bilan elib borgan bir qitimliq oila suhbati. Nihoyatda ta'sirli ham ahamiyatli. Shuning uchun kelar qitimliq kitob o'qish munbirimizning programmasiga dal shularning suhbatini qo'yib bahra og'aysizlar. Ma'qul amsa, hurmatli qarindoshlar, kelar qitimliq kitob o'qish programmasida ko'rishaylik. Xayr xo'sh, analar bayraminglarga yana bir qitim muborak. Xayr xo'sh.